Assalomu alaykum. Bizda shu va shunga o'xshash shu ko'rinishdagi posudalarimiz keldi. Resto showroom do'konida har bir mijoz biz uchun juda ham muhim. Sizlar bilasizlar, bu haqida sizlarga ko'p gapirib o'tamiz. Bizda yana ikki xil yangi modellarimiz keldi. O'sha posudalarimiz haqida sizlar bilan podrobniy gaplashamiz. Mana shu posudalarimiz Xitoyga mansub, kачествоsi juda ham a'lo darajada bo'lgan oddiy uy uchun yoki restoranlar uchun bemalol ishlatsa bo'ladigan posuda. Bunda ikki xil variantlari bo'lib, bu bortli tarelkalar, ya'ni ahamiyat berasizlar, borti bor. Mana bular bortsiz tarelkalar. Bular ham juda ham chiroyli. Kimdir bunisini xohlaydi ko'pincha, kimdir bunisini xohlaydi. Qaysi biri sizlarga yoqsa, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Doim biz sizlar uchun xizmatdamiz. Resto posudagi shu va shunga o'xshash variantlarimiz juda ham ko'p keladi bu yog'iga, chunki posudalarimizga ahamiyatni juda ham ko'paytirdik. Uyingiz yoki restoraningiz uchun shu holdagi posudalarimizni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Resto posuda doim sizlar uchun xizmatda. Keyin qoshuv pattarelkalarni отдельно tanlasangiz bo'ladi. Buni o'zi chechevitniy suplaga ishlatiladi. Bu sol perslari, kosa, pila, hamma narsasi bor. Kimdir masalan yevropeyskiy stilda chechevitniy supni yaxshi ko'radi, kimdir oddiy kosasini ishlatadi. Kimdir chashkalarni xohlaydi, kimdir yana nimadirlarni. Kimga qaysi variant ko'proq yoqadigan bo'lsa, xuddi o'shana qilib tanlab olishingiz mumkin. Masalan, mana bu ko'rinishdagilari mesnoylar va stushniy narsalar uchun juda ham yaxshi ishlaydi. Bu yog'iga qish bo'lgani uchun issiq kunlarda tarvuz qovurlar qo'ysa bemalol bo'ladi. Ko'p narsalarni ishlatsa bo'ladi. Ko'ring va bizdan sizga qaysi biri ma'qul bo'lgan bo'lsa, o'shanisini tanlab resto posudaga murojaat qilishingiz mumkin.